O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tərcümə qılğıcı Muhammad Barat. Nəşr qılğıcı Saciyə İslam Tədqiqat Mərkəzi. Müharriri Doktor Abdul Aziz Rahmetullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Layihəligücü A. Aqhun. Havzi Kevser. Müminlər Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilan havzning yanında uçurışıdı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ularga mübarek qolu bilan suv berdi. Ular suvni ichgandan keyin mangu ussimaydi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellemning havzasidan munofiqlar va murtadlar qo'g'lanadi. Ular suv icholmaydi. Undaqda havzi Kevser degan nima? Uning o'rni nada? Uningdan suv ichadiganlarning sifatlari qandaq? Qiyomat kuni mahshargohda Adam alayhissalomning davridan tortib Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatidan eng oxir vafot bo'lgan odamga qadar bo'lgan nurg'un insonlar bak uzun turib ketadi. Ular qattiq usig'anlikdan kalpuklarini namdib olgandek bo'lsa-mu, bir yutum suv ichib olishga tashna bo'lib ketadi. Dal bu chaqda har bir ummat uchun o'zlarining payg'ambarining havzi ko'rinadi. Uningdan shu nabiyning ummatidagi nabiyga ergashgan insonlarla suv icha oladi. Havz suv yig'ilgan ko'ldir. Ammo Nabi sallallohu alayhi vasallamning havzasi bo'lsa, Alloh taolo bandasi va payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamni hurmatlab, qiyomat kunidagi dahshatli vaqtda ato qilgan pok suv ko'ldir. U intayin kangri, suyi bak suzuk, suyi sutdan oq, hasaldan shirin, puruqi ipardimi puroqliq va evroqlari osmondagi yulduzlardek ko'p bir ko'ldir. Bu havziga Nabi sallallohu alayhi vasallamning ummati suv ichgili keladigan bo'lib, uningdan bir qatim suv ichgan kishi uningdan keyin mangu ussimaydi. Havz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xosmi? Qiyomat kuni mahshargohda har bir nabiy uchun bir havz bo'ladi. Lekin Nabi sallallohu alayhi vasallam o'zining havzasiga boshqa anbiyolarning havzasiga qaraganda suv ichish uchun keladiganlarning sonining hammadan ko'p bo'lishini umid qilgan edi. Nabi sallallohu alayhi vasallam haqiqatan har bir nabiyning havzasi bo'ladi. Ularning hammasi havzasiga suv ichgili keladiganlarning sonining ko'p bo'lishi bilan faxrlanishadi. Men havzamga suv ichgili keladiganlarning sonining eng ko'p bo'lishini umid qilaman degan. Ya'ni barliq anbiyolar ummatining ichida mu'minlarning sonining ko'p bo'lishi bilan baslashadi. Ummatining ichida mu'minlar eng ko'p bo'lgan nabiy boshqa anbiyolarga qaraganda ko'p xushal bo'ladi va faxrlanadi. Nabi sallallohu alayhi vasallamning munbiri havzasining ustidadir. Bundaq bo'lishi Alloh taolaning Nabi sallallohu alayhi vasallamni hurmatlaganligi va boshqa insonlardan qadr-qimmatini ustun qilganlik uchundir. Bu nabiy qiyomat kuni odam bolalarining xo'jasidir. Nabi sallallohu alayhi vasallam uyim bilan munbirimning orliqi jannatning bog'chalaridan bir bog'chidir. Munbirim havzi Kavsarimning ustidadir degan. Mümin qiyomat kunining maydonlarida Nabi sallallohu alayhi vasallamni ko'rishga va u zotning muborak qo'lidan muborak havzdan suv ichishga tashna bo'ladi. Havzning joyi va uning oxiratdagi tartibi. Qiyomat kuni insonlar mahsharda yig'ilgan, qattiq qo'rqqan va ussab ketgan, andan suv ichish uchun havziga kelishga tashna bo'lgan chaqda mu'minlarning havzdan suv ichish uchun kelishi ular pilsiratdan o'tishdan ilgari bo'lamdi yoki pilsiratdan o'tib bo'lgandan keyin bo'lamdi. Ahli ilmlar havzning joyi haqida har xil qarashda bo'lgan bo'lib, to'g'risi ularning havziga suv ichish uchun kelishi pilsiratdan o'tishdan ilgari bo'ladi degan qarashdir. Bundaq bo'lishi murtadlar, kofirlar va munofiqlar havzning yenidan qo'g'langandan keyin boshqa insonlar bilan birga pilsiratdan o'tish uchun mangdi. Ular ko'rikdan o'tolmay do'zaxga tushib ketadi. Kavsar daryosi va uning havz bilan bo'lgan aloqasi. Kavsar bo'lsa, bak ko'p ekanligi dalolat qiladigan sifatdir. Kavsar havzni suv bilan ta'minlaydigan daryodir. Kavsar daryosini havziga o'xshash sifatlagan hadislar kelgan bo'lib, buningdan ba'zi ilm ahlilari Qur'onda tilga olingan Kavsar havz shudur deb qaragan. Lekin aniqroq ko'rindigani shuki, havz qiyomat kuni mahsharda bo'ladi. Ammo Kavsar bo'lsa jannatdagi bir daryo bo'lib, havz bilan buning aloqasi bo'lsa, Kavsar daryosidan havziga suv quyiladi. Buningdan havzning Kavsar daryosining bir tarmoq ekanligini tushunib yetish tas emas. Bu vaqtdagi bayonlar jannatning sifati haqidagi bobda tafsiliy keladi. Havzning sifatlari. Havz bo'lsa jannatdan chiqqan suvlar yig'ilgan joy bo'lib, mu'minlar mahshar kuni uningdan suv ichadi. Havzning sifati uningdan suv icha oladigan va uning yenidan haydiladigan insonlarning bayoni haqida ko'p hadislar keldi. Havzning sifati haqidagi bayonlarning yig'indisi tuvandikicha. U kangri ko'ldir. Havzning suvi sutdan oq, asaldan shirin, puruqi ipardimi puroqliqdir.
Uning evroqlari va qachillari yulduzlarning sonidek bek ko'pdir. Uning bu pak suyi Kavsar daryosidan keladi. Uningga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummati suv ichkili keladi. Uningdan bir qatim suv ichgan odam uningdan keyin mangu ussimaydi. Kangri havuz. Havuzning bo'yiga kelgan insonlarning qistilishib qolmay, hammasining birli vaqtda suv ichadiganligi uchun uning bek kangligi va hajmining cho'ng ekanligi ko'p hadislarda kelgan. İnsanlarning tushunchasiga yaqinlashtirish va havuzga qiziqtirish uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam havuzni shaharlar o'rtasidagi musofalar bilan o'lchab, ko'p shaharlarni tilga olgan. Qiyomat kuni sizlarning oldinglarda xuddi Jarba bilan Azruhning orliqidagi kenglikda havuz Kavsar bor. Haqiqatan havzamning kengligi Ayla bilan Yamandagi San'aning orliqidagdir. Havzamning ikki bo'yining orliqi San'a bilan Madina Munawvaraning orliqidagdir. Haqiqatan havzam Ayladan Adangacha bo'lgan orliqdanmi kengroqdir. Havzam Adandan Ammanul Baqogacha bo'lgan musofadagdir. Haqiqatan havzam Ka'badan Baytul Muqaddasgacha bo'lgan musofadagdir. Haqiqatan men havzi Kavsarga oldinglarda berib turg'uchiman. Haqiqatan uning kengligi Ayladan Juhfagacha bo'lgan musofadagdir. Yana havzasining kenglik to'g'riliq so'ralganda o'zat mening Madinadagi bu o'rnimdan Ammangachalikdir degan. Turli shaharlarni misol qilishdagi sabab. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu hadislarda ro'shan bayon qilib berish uchun turli shaharlarni misol qildi. Chunki bir shaharni bilmagan odam yana bir shaharni bilishi mumkin. Havuz 4 bo'lon shakldadir. Bu hadislardan havuzning shaklining kengligi 1 oylik musofadak, uzunligi 1 oylik musofadak ekanligini bilib yetamiz. Demak, havuzning ikki bo'yi teng barobardir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam havuzam 1 oylik musofadir. Uning bo'lonlari barobardir degan. Havuzning evroqlarining soni. Mu'minlar havuziga suv ichkili keladi va qistirishib qolmasdan nurg'un evroqlarda suv ichidi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam havuzda osmondagi yulduzlarning sonidak yoki uningdan ko'proq oltin va kumush evroqlar bor degan. Havuzning suyining manbasi. Havuzning suyi jannatdagi Kavsar daryosidan chiqib quyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam havuzga jannatdan 2 nokashda suv quyiladi degan. Havuzning suyining sufati. Havuzning suyi eng shirin va pok suvdir. Buning ajablanarlik yeri yo'q, chunki u jannatdan chiqqan suvdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam havuzning suyining sufati haqida uning suyi sutdanmi oq, asaldanmi shirin bo'lib, uningga jannatdan 2 nokashda suv quyilib turdi. Nokashning biri oltindan, yana biri kumushdandir degan. Yana uning bo'yi ipardanmi xushbo'ydir. Qadahlari osmon yulduzlardek degan. Bir qatim suv ichish usuzlikni qondiradi. Havuzning suyining bek pak bo'lganligi uchun uningdan bir qatim suv ichgan odam uning naqadar lazzatlik va pokligini his qiladi va uningdan keyin mangu ussimaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam uningda osmon yulduzlarda ko'p evroqlar bor. Uningdan bir ichgan odam mangu chanqamaydi degan. Havuzga tunji bo'lib keladigan inson. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning havzasini Alloh taolo bu zotni hurmatlash yusidan ato qildi. Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo saxiydir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'lsa, hurmat va ihsonga loyiq zotdir. Mu'minning iymoni qancha kuchli bo'lsa va yaxshi ishlarni ko'p qilsa, u havuzdan suv ichish uchun eng baldur kelguchilardan bo'ladi. Havuzdan suv ichish uchun eng boshda keladigan insonlar bo'lsa, Alloh yo'lida jonlarini va mollarini atagan va issiq qonlarini to'kkan fiqir muhojirlardir. Alloh taolo ularning zohirini va botinini sifatlab dediki, u g'animatning bir qismi diyoridan haydab chiqarilgan, mol-mulkidan ayrilgan fiqir muhojirlarga xosdir. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Allohga va uning payg'ambariga yordam berdi. Ana shular iymonida sodiq odamlardir. Hashr surasi 8-oyat. Bu fiqir muhojirlarning avvalqilari. Abu Bakr, Umar, Osman va Ali radhiyallohu anhu qatorliq zotlar va boshqa ashab kiramlardir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam havuzning qochillari osmondagi yulduzlarning sonidagdir. Uningdan bir ichgan odam mangu chanqamaydi. Uningdan eng boshda ichkili keldiganlar chochlari chuvoq, kiyimlari ko'na, huzur halobati cho'ng bo'lgan qizlarni nikohiga ololmagan va ular uchun uylarning eshiklari ochilmagan fiqir muhojirlardir degan. Yaman ahlining ilgari boshlanganligi. Yaman ahli insonlar ichida eng muloyim va ko'ngli yumshoq insonlardir. Ular axloqi go'zal va tabiatlar pok bo'lganlik uchun eng avval qo'l elishib ko'rishini paydo qilgan insonlardir. Ularmi yana havuzga eng avval kelguchilarning qatoridan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqalardan burun suv ichish uchun ularni boshda boshlaydi.
Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqiqatan man havzamning oldida Yaman ahlining boshda kelishi uchun boshqa insonlarni yiroqlashtirib turman. Suvning ularga kuchli eqib kelishi uchun u suvni Hasan bilan uraman degan. Bu Yaman ahlining dunyoda islom uchun qilgan yaxshi xizmatini mukofotlash yusidan ularga eng boshda kelib suv ichish uchun qilingan izzatdir. Havziga keladigan insonlar. Banda qanchalik taqvodor bo'lsa, qiyomat kuni havziga shuncha tez keladi. Bu ummatning ichidagi eng solih insonlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ashablaridir. Bo'libmi Abu Bakr, Umar, Osman va Ali radhiyallohu anhulardan iborat to'g'ri yo'lda mangan 4 xalifadir. Ansarlarmi ham havziga boshda keldiganlardandir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ansarlar uchun mendan keyin qattiq shaxsiyatchiliklarni ko'rsalar. Men bilan uchrashqucha sabr qilinglar degan. Va yana Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi vafot bo'lgandan keyin dindan chiqib murtad bo'lib ketganlar va qalbida kufrni yo'shirib, og'zida musulmon ekanligini da'vo qiladigan munofiqlarning hammasining qiyomat kuni sirlarining ichilib rasvo bo'lganligini va havzning yenidan haydilganligini bayon qilib deganki, "Men havzi Kavsarga oldinglarda berib tayyorlab turg'uchiman. Sizlardan bir muncha kishilar menga elib kelinib, men ularni tartib elib olay deb shundoq engishsam, ular mendan tartib ayirib etiladi. Bu chaqda men, ey Rabbim, bular mening ashablarim desam, menga ularning sendan keyin nimalarni paydo qilganligini bilmaysan deydi." Yana bir rivoyatda ular orqaga yenib murtad bo'lib ketishgan deb kelgan. Ogohlantirish. Bu hadislarda ashab kiramlarga qilingan tanqid yo'q. Balki buning ma'nosi haqiqatan havzning yenidan haydilganlar Nabiy sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lib ketgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhuning davrida islom dinidan chiqib murtad bo'lib ketgan va kufr holatida o'lib ketganlardir. Har bir mo'minga ma'lumki, mashhur ashablardan birarsimi murtad bo'lib ketmagan. Faqat diniga yordam bermagan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan uzun muddat birga yashamagan, ham suhbat bo'lmagan, ilm talab qilmagan va hadislarni o'zlashtirmagan nadon arabiylardan bir qismi murtad bo'lib ketgan. Va yana Nabiy sallallohu alayhi vasallam havzning yenida ko'rib toniydigan va ashablarimdi deydigan ashu insonlarning qatoridan Abdullah ibn Ubay ibn Salul va uningdek munofiqlarmi bor. Ular bo'lsa qalbida kufrni yo'shirib, og'zida musulmonlikni da'vo qilganlardir. Alloh taolo ularning dillaridagini eng obdan bilguchidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning havzi faqat ummatiga xosdir. Qiyomat kuni har bir nabiyning bir havzi bor bo'lib, uningdan ummatining ichidagi mu'minlar suv ichidi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam havzasining ummatiga xos qilinganligi, uningdan boshqa ummatlarning suv icholmaydiganligi, balki har bir ummatning o'zlarining payg'ambarining havzasidan suv ichadiganligidan xabar berib dediki, ummatim havzamning bo'yig'i keladi. Men xuddi bir odam boshqa bir odamning tugisini o'zining tugisidan yiroqlashtirgandek, havzamdan boshqa insonlarni yiroqlashtiraman degan edi ashablar. Ey Rasululloh, bizni tunimdilar degan edi u zot. Shundoq, sizlarning boshqalarda yo'q bilganlar bor. Sizlar yenimga tahoratning asaridan peshonanglar va qo'l putlaringlar nurli holatda kelisizlar. Yenimga sizlardan bir muncha insonlar kelishdan to'sirdi. Kelolmaydi. Men, ey Rabbim, ular mening ashablarim edi deyman. Menga bir farishta javob qaytarib, ular sendan keyin nima ishlarni qilganligini bilamsan deydi, dedi. Bu hadis shuni kuchlantirdiki, havzning yenidan haydilganlar qalbida kufrni yo'shirib, og'zida musulmonlikni da'vo qilgan va Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ham suhbat bo'lgan munofiqlardir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni dunyoda "Ey men bilan ham suhbat bo'layotganlar, sizlarning ichinglardan bir munchisi qiyomat kuni havzamning yenidan haydiladi" deb ogohlantirgandek bo'ldi. Chunki Alloh taolo qiyomat kuni ularga o'z haqiqati bo'yicha muomala qiladi. O munofiqlarning ba'zilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida rasvo qilindi. Ular u zot bilan Uhud jangiga birga chiqib, jang maydoniga yetib borganda keyingi yenib ketganlarga o'xshash ular 300 kishi edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam "Men cho'qim bir muncha ozg'un odamlarni xuddi padaga qo'shilib qolgan yattuga ko'ldan qovlangandek havzimdan qo'g'lib o'taman" degan. Qiyomat kuni ummatlar bek ko'p bo'lib, zo'r qistonchilik bo'ladi. Xaloyiqlarning sonini faqat Alloh biladi. Qiyomat kuni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummati boshqa ummatlarga solishtirganda bak azdir. Qiyomat kunining ashu dahshatli maydonlarida insonlar o'zlari uchun Parvardigorining dargohida shafaatchilarga muhtoj bo'ladi. Bu shafaatchilar anbiyolar, farishtalar, shuhada va solihlardir. Bu vaqtda tuvandagi bobda tafsiliy to'xtalamiz. Aqida. Payg'ambarimizning ashablari bu ummatning eng afzali va eng yaxshilaridir. Ular yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning havziga tunji bo'lib suv ichga keldiganlardir. Doktor Muhammad al-Arifi
Sajiya İslam Tadqiqot Markazi.